Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun ikkinchi darsimiz Claudia va ChatGPT, ya'ni bizda ishlatiladigan sun'iy intellektlar haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarni slaydim orqali tushuntirib beraman, lekin eng asosiy qismi amaliy bo'ladi bu darslarning. Amaliy qismida sizlarga BMI va dissertatsiya yozishda Claudia va ChatGPT'dan qanday foydalanish kerakligi to'g'risida qo'llanma berib o'taman. Hozir esa faqat umumiy ma'lumotlarni bilib olamiz. Claudia nima uchun kerak, ChatGPT nima uchun ishlatishimiz kerakligi haqida. Endi umumiy girish qismi qiladigan bo'lsak, ikkita AI'miz ham yordamchi sifatida ishlatishimiz mumkin va bular Claudia bu sun'iy intellekt bo'lgan, savol berish orqali javob olamiz va ChatGPT ham shunday. Buni kompaniyasi, versiyasi, kuchli tomonlari va kuchsiz tomonlari asosan nima ishlatishimiz kerak bo'lganligi haqida ozgina tushunchaga ega bo'lamiz. Xo'sh, Claudia bu o'zi ChatGPT'dan farqli jihati bu ilmiy ko'rinishdagi writinglarni yozishda ko'proq foydalaniladi. Chunki ya'ni ChatGPT'dan sal aqlroq versiyasi desak ham bo'ladi. ChatGPT umumiy oddiy savollarni berganimizda u tez javob berib biladi bizlarga. Claudia kelsak, ilmiy jihatdan chuqur o'rganib javob berishga yordam beradi. Asosan buni ChatGPT'ni oddiy savollarni javob berishda yoki ma'lumotlarni tahlillashda ishlatsak, Claudia'ni fayllar bilan ishlashda, ilmiy tilda yozishda, masalan dissertatsiya yozishda, maqola yozishda ishlatishimiz mumkin. Ilmiy ko'rinishda yozib ber desak, maqolamizni biror bir qismini o'zimiz yozilgan qismi bo'lsa, shuni ilmiy ko'rinishda yozsak, u ilmiy jihatdan kuchliroq ko'rinishda yozishga yordam beradi. Til jihatdan ham ChatGPT ham Claudia ham bir xil ishlaydi, ya'ni til jihatdan ikkisi ham tilni farqi yo'q, ishlayveradi, lekin umumiy qilib aytganimizda ChatGPT sayozroq fikrlaydi. Claudia esa kerak yerida ilmiy, kuchli yozish uchun mo'ljallangan sun'iy intellektda o'zlaringiz shu narsani tushunib olinglar. ChatGPT ham yozadi-ku, ilmiy desang ilmiy yozib beradi-ku desangizlar, yo'q. Claudia sal farq qiladi ba'zi bir. Asosan buni dissertatsiyasi ko'rgan, maqolasi ko'rgan ham ishlatib ko'rsa, o'sha tushunadi bu narsani. Ya'ni ChatGPT aqlroq versiya deb men o'zim aytib beraman sizlarga aniq. Bir-biri bilan solishtirib ko'pmiz Claudia'ni va ChatGPT'ni. İkisinden bepul versiya bor va ina asosiy qaranglar, plagiat xavfida past deydi. Claudia'da pastroq chiqadi, ChatGPT'da o'rtaroq. Ya'ni bunda ko'proq chiqishi mumkin. Bizlarga nima kerak? Ko'proq plagiat chiqmaydigan sun'iy intellektlardan foydalanish kerak. Ki adabiyot tahlilida chuqur va akademikini o'zi ko'ringlar, akademik tilda tahlil qiladi. Yaxshi, lekin sayozroq. O'sha farq bor. Ya'ni sizlar umumiy qilib aytadigan bo'lsam, bu so'z bilan bir qadar o'qib chiqsangiz bo'ladi o'zlaringiz farqini, lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsam, Claudia ilmiy va chuqur tilda yozilgan adabiyotlar bilan ishlayacak bo'lsak, yozacak bo'lsak, tahlil qilajak bo'lsak yoki biror bir faylni tekshirishimiz kerak bo'lsa, shuning jarayonida Claude'ni ishlatishni tavsiya qilaman. Lekin oddiy savol-javob, bir yozilgan narsamizni ilmiyroq qilishda yordam ber desa, tez javob olishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu ChatGPT hisoblanadi. Amaliy darsda buni chuqurroq o'rgataman yana. O'zi ilm fanda sun'iy intellektni tushuntirishni xohladim shu o'rinda, ya'ni nima ishlatamiz o'zi, adabiyotlar sharhini yozishda ishlatishimiz mumkin, yuzlab maqolalarni tahlil qilishda, ma'lumotlarni tezkor tematik kodlash yoki adabiyot asosida yangi tadqiqot savollarini generatsiya qilish, ya'ni akademik jihatdan ham sun'iy intellektlardan foydalanish mumkin ekanligini ko'rsatish ma'nosida zamonaviy tadqiqotchilar uchun kerak bo'ldi. Ozgina tushuncha berib o'tishni xohladim ilm fanda. Va endi eng katta muammolardan biri bu plagiat muammosi. Ya'ni biz savol beramiz va javobni olamizdan to'g'ri tashab qo'yamiz va bu nima bo'ladi? Plagiat bo'ladi. Bu 100% chiqadi. Ina o'zingizdan men aytib o'taman, AI matnni plagiat hisoblanmasligi uchun uni qayta ishlashingiz, o'z fikringiz bilan boyitishingiz va manba ko'rsatishingiz shart edi. Ya'ni
plagiatdan qaçıb bo'lmaydi. Xala plagiat chiqadi. Sun'iy intellektdan foydalanganda asosiy ishlatish mumkin, uni kamaytirish mumkin, to'g'ri foydalanish orqali va oldini olishimiz mumkin ekan. Eng birinchi plagiatlarning turlarini AI matnni o'zgartirmay topshirish to'g'ridan to'g'ri plagiat hisoblanadi. Bir necha AI javobini birlashtirish, ya'ni ozgina savol berib qo'yib javobini olib, yana bir ozgina savol berib yana javobini olib, ketma-ketlikda qo'shish ham bu plagiat hisoblanadi. O'z-o'zidan bir ishni ikki kursga topshirish yoki AI g'oyasini o'ziniki deb ko'rsatish ham plagiat hisoblanadi. Endi ruxsat etiladi. Fikr uchun ishlatish, grammatik uslub nazariyasini tekshirib, termin va iboralar tarjimada yordam olish, mavzu va gipotezani generatsiya qilishda. Endi qayta yozing dedi. AI javobini o'z so'zingiz bilan yozing dedi. Manba ko'rsating asosiy dedi. O'z tahlil va fikrlaringizni biriktiring, asosiy esa dedi. Shu yozgan narsangizni topshirishdan oldin plagiatni tekshiring dedi. Endi amaliy darsda sizlarga shatib plagiatdan qochish mumkinligi haqida ozgina tushunchalarni berib o'taman. Bu yerda lekin asosiy umumiy nima ekanliklarini, plagiat nima ekanligini va AIdan to'g'ri ko'chirish plagiat ekanligini tushunib o'tishlaringiz uchun bu qismini ham qo'shdim. Endi plagiatsiz prompt yozish uchun 3 ta misol ham kiritdim. Endi qaranglar. Hamlet haqida maqola yoz dedi. Yozib уже ayttirdim, kalit so'zini AIdan yozib ber deb so'ramang dedi. Meni fikrimni tahlil qil deyish mumkin, kuchaytir deyish mumkin, tuzat deb so'rash mumkin, lekin yozib ber deb so'rash bu eng katta xato. Asosiy dissertatsiyamni yozib ber, bu ishimni yozib ber yoki shu masalan Hamlet haqida maqola yoz. Umumiy u o'zi yozgan narsani olib kimgadir berishimiz bu katta xato, chunki bu 100% plagiat bo'lib chiqadi. Shu uchun ham to'g'ri yozishni ko'ramiz. Sen adabiyotshunoslik o'qituvchisisan, men yozgan quyidagi tahlilimni o'qi, o'z tahlilingizni berasiz, mantiqiy izchillikni tekshir, kuchsiz argumentlarni ko'rsat, yaxshilash uchun savol ber, matnni o'zing yozma. O'sha yerda AI yozmaydi, faqat tanqidiy fikr beradi va matnni 100% sizniki hisoblanadi. Qachon AIdan foydalanish kerak va qaysi foydalanishimiz to'g'ri bo'lishini shu qismida ozgina tushunib o'tishlaringizni iltimos qilib qolaman. Endi code switching haqida kirish qismini yozdisa, kirish qismini yozdim. Shu 3 savolga javob ber. Research gap aniqmi? Qaysi manba yetishmaydi? Tezis setini qayerda? Kuchsiz javoblarni ro'yxat sifatida ber. Bu yerda endi bu maqola, kuchli maqola yozganda ishlatiladi. Bu asosiy skopus maqolalarda tezis setni, research gap topish. Endi bu yerda dissertatsiya bizlarga umumiy kerak bo'lgan, bu ishlarimiz dissertatsiya uchun xulosa yoz deydi. Lekin birinchidan u sizni dissertatsiya ishingiz nima ekanligini bilmaydi. To'liq savol berilmagan. Unga siz asosiy topilmalaringizni yuborasiz, ya'ni o'tirgan tadqiqotingizni yuborishingiz orqali yoki yozgan ishlaringizni yuborishingiz orqali shulardan foydalangan holda menga kelajak tadqiqot yo'nalishini tavsiya qil va har bir tavsiya bir jumladan oshmasin deb shunday bir savol bersangiz, u esa to'g'ri xulosa qismingizni chiqarib beradi va asosiy g'oya sizniki bo'lib qoladi. U faqat yo'nalish ko'rsatib, originallikka saqlangan bo'ladi. Ya'ni plagiatdan qochish nima ekanligini ozgina shu yerda tushunib olishlaringizni so'rayman va bugungi darsimiz qisqagina shundan iborat. Asosiy Claudio ChatGPT nima ekanligini tushuninglar va undan to'g'ri foydalanish uchun, plagiat qilmaslik uchun menga yozib ber, shu qismini yoz yoki buni qil deb yozmang. Asosiy fikrini tahlil qilishni, kuchaytirishni, tuzatishni so'rash orqali plagiatdan ham qochish mumkin ekanligini tushunib olishlaringizni so'rayman. Amaliy darslarda kutib qolaman sizlarni. Xudo xolasa unda sizlarga to'g'ri prompt yozib, dissertatsiya va bu ishlaringizda qanday shu Claudio ChatGPTdan foydalanish haqida bilimlarni o'rgatib beraman. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar.